Mana shu vaqtda Nusaybin nomli qishloqni jinlar uchib o'tib ketishayotgan edi. Farishtalar Lavhul Mahfuz yozilgan narsalarni o'qiganlari bir-biri bilan suhbatlashib turib, ertaga Alloh falonchiga mana bunday farzandni berar ekan, indinga bu odamga mana bu narsa berilar ekan deb o'zaro suhbat qilib turishganini jinlar eshitishardi-da, tushib sehrgarlarga, kohin va munajjimlarga aytishardi. Assalomu alaykum kanalimiz aziz obunachilari. Ustozimiz Abdulloh domlaning manfaatli ma'ruzalarini kengroq tarqalishi uchun bir dona laykingizni unutmang. Inshaalloh bu sabab siz ham ajru savoblarga ega bo'lasiz. Videoni tayyorlashda qandaydir kamchiliklar bo'lsa, uzurimni so'rayman. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Toifga borganliklari hamda Toif ahli Nabiy sollallohu alayhi vasallamni toshbo'ron qilib jo'natganliklari haqida dars olib borgan bo'ldik. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Toifdan qaytar ekan, Allohga duo qildi. O'zining tushib qolgan mana shunday bir holatidan, insonlarga bir xor bo'lganligidan, hamda da'vat to'xtab qolganligi, odamlar iymon keltirishidan to'xtab qolganliklaridan Allohga shikoyat qilib duo qildi. Duo qilib bo'lishligi bilan Addos iymonga keldi. So'ngra payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Makkaga kelib, Makkaga kirishlikka xavotir bilan turdilar. 10 yillik da'vatdan keyin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Toifga chiqib ketar ekan, Quraysh bundan xabardor bo'lib qoldi. Payg'ambarimizning chiqqanidan albatta ular norozi bo'lar edi. Endi qaytib kirishlikka payg'ambarimiz xavfsirab turardiki, himoya qiladigan amakisi Abu Talib vafot qilganidan keyin Qurayshning to'g'ri kelgan odami payg'ambarimizga ozod berishlikka o'tdi. Endi o'ldirib qo'yishga ham hech gap emas edi. Makkaga biror bir Qurayshning sayyidlarini himoyasi ostida kirishligi kerak edi. Payg'ambarimiz mana shunday bir qiyin, tang ahvolda turganida Jibril alayhissalom payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam oldiga keldi. Va aytdiki: "Ya Rasululloh, Alloh meni sizning oldingizga yubordi va men bilan birga tog' farishtasi keldi. Ya'ni tog' ishlariga mukallaf biriktirilgan farishta keldi. Agar xohlasangiz duo qiling, buyuring, Toif yoki Makkani ikkita toshning o'rtasiga, ikkita tog'ning orasiga qorishtirib tashlaymiz." Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga shuncha aziyat berib, sahobalarni o'ldirib, o'zini majnun, kazzob, jinni degan Quraysh qabilasini payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bir og'iz so'zi bilan yakson qilib tashlashlik imkoniyatiga ega bo'ldi. Odatda inson mag'lub bo'lganda mag'lubiyatiga chidashligi osonroq bo'ladi, g'olib bo'lgandan keyin sabr qilishlikdan ko'ra. Chunki inson mag'lub bo'lganda qo'lida hech qanday chorasi yo'q, iloji yo'q, bo'ynini egib rozi bo'lib qo'yaveradi kuniga. Endi qo'liga hukm o'tganda-chi? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning har bitta qilgan ishi ummatlarga ibrat namuna. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam zaif bo'lganida ham ibrat edi, kechirimli edi. Endi quvvat qo'liga kelgan paytda ham ibrat bo'ldi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, shuncha aziyatlarga qaramasdan Raufur Rohim bo'lgan Rasululloh men sabr qilaman. Shoyat Alloh ularning zurriyotlaridan Alloh taoloni yakka deydigan kishilarni chiqarsa. Qavmining sodiqul amini bo'lgan Rasulullohga alam, mashaqqat, azob, sahobalarni qiynab o'ldirishlik, o'zini kazzob, majnun sehrga deyishiga qaramasdan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ularni kechirdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Makka fathida ham kechirgan edi Qurayshni. Hammasini yig'ib turib 10 ming qo'shin bilan Makkani fath qilgandan keyin endi men sizlarni nima qilaman degan. Ana shu kunda ham Rasululloh sollallohu alayhi vasallam afv qilgan edi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam siz bilan bizga Alloh taolo aytgandek ibrat, namuna bo'lgan zot sallallohu alayhi vasallam. Payg'ambarimiz duo qilmadi. Agar duo qilganida bu shahar ahli ikkita tog' orasiga qorishtirib tashlangan bo'lardi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Makkaga kimningdir himoyasi ostida kirishligi kerak. O'zi bilan birga borgan Zayd ibn Xorisani Ahnas ibn Shurayhning oldiga kirgizib, undan himoya so'radi. Ahnas ibn Shurayh men Quraysh himoyasidaman, Qurayshga qarshi himoya bera olmayman dedi. Yana kim himoya qilishi mumkin? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Suhayl ibn Amrni oldiga kirgizdi. U ham Qurayshga qarshi payg'ambarimizga himoya bermasligini aytdi. So'ngra payg'ambarimiz Mutaym ibn Adiyla oldiga Zayd ibn Xorisani jo'natdi. Mutaym kofir bo'lishiga qaramasdan
Payg'ambarimiz ularni ota-bobolarini adashganlar ekaniga qaramasdan, olihalarini hech narsa emas deyotganiga qaramasdan, payg'ambarimizga himoya berishlikka rozi bo'ldi. Chunki sharaf masalasi arablar o'rtasidagi juda bir katta narsa. O'zini Qurayshning ichida qanday hurmati, qanday bir sharafi borligini ko'rsatib qo'yishlik maqsadida, mayli, Muhammad kiraversin Makkaga, u meni himoyamda dedi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Makkaga Mut'im ibn Adiyning himoyasi ostida kirdi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam mushrik bo'lishiga qaramasdan mana shu Mut'im ibn Adiyni qilgan yaxshiligini unutmadi. Mana bir qancha payg'ambarimiz hayotdan misollar aytib o'tamiz. Hozir payg'ambarimiz nonkor bo'lmaganlar. Birovni qilgan yaxshiligini qadrlaganlar, agarchi u odam mushrik bo'lsa ham. Mut'im ibn Adiy yaxshilik qildi, payg'ambarimiz esdan chiqarmadi. Keyinchalik payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Badr g'azotida yengib, mushriklarni asir qilib qo'ygan holatida aytdilarki, agar hozir Mut'im tirik bo'lganida, onovlarni, ya'ni asirlarni so'raganida berib yuborardim ularga dedi. Ya'ni ana shu payg'ambarimiz Makkaga kirishligiga himoyasini rozi bo'lib bergan yaxshiligini payg'ambarimiz unutmagandilar. Payg'ambarimiz nonkor bo'lmaganlar. Agarchi aytyapsiz qaytarib mushrik bo'lgan bo'lsa ham. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Suroqa ibn Malik Abu Bakr va payg'ambarimiz hijrat qilganda orqasidan quvib chiqqan edi. Eshitganmiz mana tarix. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam unga qaytib ketishligini aytdi, u rozi bo'lib ketdi. Payg'ambarimiz unga xat yozib berdi. Omonlik xati. Suroqadan talab qilingan bitta narsa, Makkaga kirib, bizni ko'rganligini aytmaysan degan edi. U rozi bo'lib ketgan edi. Uni ham shu yaxshiligini unutmagan edi. Makka fathidan keyin, mana Hunayn g'azotida musulmonlar yenganidan keyin payg'ambarimiz g'olib bo'lib turgan paytda Suroqa keldi. Kenda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam xatini ko'rib turib, vafo kuni dedi, unga yaxshilik qildi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Abul Buxtri ibn Hishomni ham yaxshiligini unutmagan edi. Abul Buxtri ibn Hishom Qamal yillarida Abu Jahlni urib qo'ygan kishi edi. Musulmonlarga qarshi yozilgan sahifani olib tashlashlikka harakat qilganlardan bittasi edi. Shu yaxshiliklarni unutmasdan payg'ambarimiz Badr g'azotida bir qancha kishilarni, mushriklardan bo'lgan bir qancha kishilarni o'ldirmaslikka buyurdi. Shularning ichida Abul Buxtri ibn Hishom bor edi. Xulosa qilib aytamizki, Nabiy sollallohu alayhi vasallam odamgarchiligi, insoniyligi, birovni yaxshiligini qadrlashlik bo'lgan Rasululloh sollallohu alayhi vasallamda. Agar aytyapmiz, mushrik bo'lsa ham. Islom mana shunday bir zaif holatda qoldi. Da'vat shunday bir nochor bo'ldi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mana shunday tang ahvoldan chiqishlik haqida ko'p bir fikr qilardilar. Agar biror bir qabila islomga quvvat bo'lishlikka va'da bersa, Makkani tashlab ana shularni oldiga ko'chib borishga ham tayyor edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bu qiyin ahvolidan Alloh taolo chiqardi. Nusaybiy jinlarning iymoni. Hali o'zini qabiladoshlari, o'zini urug'doshlari, millatdoshlari iymon keltirmayotgan paytda umuman boshqa olam bo'lgan jinlar olamidan Nusaybiy jinlar iymon keldi. Kunlarning birida Nabiy sollallohu alayhi vasallam Makka tashqarisiga ibodat qilish uchun chiqdilar. U zot sollallohu alayhi vasallam bilan Abdulloh ibn Mas'ud ham bor edi. Ibn Mas'ud roziyallohu anhu ga payg'ambarimiz men sizni chaqirmagunimcha qimirlamasdan joyingizda turing dedilarda, namozga turib Qur'on o'qishni boshladilar. Mana shu vaqtda Nusaybin nomli qishloqni jinlar uchib o'tib ketishayotgan edi. Payg'ambarimiz baland ovozi bilan Qur'on oyatlarini o'qir ekan, ular to'xtab eshitishdi. Bu haqida Alloh taolo Qur'onda bir qancha oyatlarni nozil qildi. Astagfirullah va id sarafna ilayka nafaran minal jin yastami'una al-Qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim munzirin. Ey Muhammad, eslang. Biz sizning oldingizda bir guruh jinlarni Qur'on tinglasinlar deb yuborgan edik. Bas qachonki ular Qur'on tilovatiga hozir bo'lishgach, bir-birlariga jim turinglar dedilar. Endi qachonki tilovat tugatilgach, ular o'z qavmlari oldiga ogohlantiruvchi bo'lgan hollarda qaytib ketdilar. Iymon keltirishdi, o'zlarini qavmini da'vat qilgani ketishdi. Avvallari jinlar osmonga ko'tarilishar edi. Samo ahli bo'lgan farishtalarni o'zaro qilayotgan suhbatlariga quloq tutishar edi. Farishtalar Lavhul Mahfuz yozilgan narsalarni o'qiganlari
bir-biri bilan suhbatlashib turib, ertaga Alloh falonchiga mana bunday farzandni berar ekan, indinga mo odamga mana bu narsa berilar ekan deb o'zaro suhbat qilib turishganini jinlar eshitishardi-da, tushib sehrgarlarga, kohin va munajjimlarga aytishardi. Keyin birdaniga Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam yuborilganlaridan keyin bu xabarni eshitishning iloji bo'lmay qoldi. Ular bu ish, ya'ni TVdagi xabardan mahrum bo'lib qolganligi, yerda sodir bo'lgan ish tufayli ekanligini tushundida istab yurishgan edi. Ana shu Nusoybiy jinlari TVdan xabardan mahrum bo'lib qolganligini sababini qidirib yurganida Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ana shu joyda Qur'on o'qib turgandilar. Ular eshitishdi hamda Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga iymon keltirishdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam namoz o'qib turganlarida jinlar to'xtab Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning atrofida ko'payishib ketdi. Ibn Mas'ud roziyallohu anhu aytadilarki, Payg'ambarimiz atrofida boshlari xuddi ko'zaga o'xshagan kishilar ko'payganligini ko'rdim deydi. Payg'ambarimizdan xavotirga tushib, o'rnidan turmoqchi bo'lganimda Payg'ambarimiz qo'li bilan ishora qilib, o'tiravering deb qo'ydilar. Ko'paydi, shunday ko'payishib ketdiki, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ko'rinmay qolishlik darajasida ko'payib ketdi. Alloh taolo bu haqida shunday oyatlar nozil qildi. Wa annahu lamma qama Abdullohi yad'uhu kadu yakununa alayhi libada. Albatta qachonki Allohning bandasi, ya'ni Muhammad alayhisalom u zotga duo iltijo qilgan holida turganida, ular, ya'ni jinlar, Qur'onni eshitishlik maqsadida uning ustiga g'uj-g'uj bo'lib yopirilishga yaqin bo'ldilar. Demak, payg'ambarimiz Qur'on o'qiyotganida jinlar shunday yopirilib kelishdi. Bu haqida Qur'onda butun bir sura nozil bo'ldi. Jin surasi. Astagfiru billah. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila ar-rushd fa'amanna bih wa lan nushrika bi robbina ahada. Ey Muhammad, ayting. Menga vahiy qilindiki, jinlardan bir guruhi mening Qur'on tilovat qilishimni eshitib, o'z qavmlariga qaytib borishga dedilar. Jinlar o'zini qavmiga aytayapti, borib. Dar haqiqat bizlar haq yo'lga hidoyat qiladigan bir ajib Qur'onni eshitdik va darhol unga iymon keltirdik. Bizlar endi Parvardigorimizga hargiz biror kimsani sherik qilmasmiz. Albatta buyukligi yuksak bo'lgan Parvardigorimiz biron juft yo farzand tutgan emasdir. Albatta bizlarning ichimizdagi ahmoq, ya'ni iblis, Alloh sha'niga u zotning xotini va bolasi bor deb nohaq so'z aytar edi. Albatta bizlar ins ham, jin ham Alloh sha'niga hargiz yolg'on so'zlamas deb o'ylar edik. Ibn Qoyyim Javziy rahimahulloh aytadiki, jinlarda hamoqat bor. Insondagi aql, farosat ularda yo'q. Ularning eng aqllisi odam bolasini 10 yasharchalik aqli bor. Ana shu hamoqatidan, ahmoqligidan Allohning nomiga hech kim yolg'on gapirmaydi deb ishonishgan edi. Mana shu hamoqatidan foydalangan ularning ichidagi aqlli bo'lgan iblis Allohning xotini bor, Allohning bolasi bor, ishoninglar desa ishonishaveradi. Insonni Alloh taolo komil suratda yaratgan. Jinlar hargiz insonlarning aqlichalik aqliga bo'lgan emaslar. Wa annahu kana rijalun minal ins ya'uduna bi rijalin minal jin fazaduhum rahaqa. Albatta insdan bo'lgan ayrim kishilar jindan bo'lgan kimsalardan panoh talashib, ularga yanada haddan oshishlikni, muttahamlikni ziyoda qilar edilar. Nima deb tushunamiz? Biror bir joyga borib to'xtamoqchi bo'lsa, xilvatroq, mana shu yerda egalariga, mana shu yerda aziz avliyolariga deb jonliq so'yadiganlar bor. Ana shu joyda azizlaridan, egalaridan yordam so'rash bor. Ya'ni aytayaptiki, odamlar ba'zilari jinlardan yordam so'rab, u adashgan jinlarni tug'yonini yana ziyoda qilishib o'ryapti. Ya'ni biz jinlarga emas, biz odamlar ustidan ham hojamiz, xo'jayinmiz degan tug'yoniga sabab bo'ldi. Yaxshilab bilib qo'yaylikki, unaqa azizlari, avliyolari, bobolari, yana barobartarlari hech narsa qila olmaydi. 10 yashar bolachalik aqli bo'lmagan jinlar qanday qilib sizga foyda ziyon keltirsin? Agar Alloh unga izn bermaydigan bo'lsa. Albatta ular, ya'ni insonlarning kofirlari ham xuddi sizlar gumon qilganingizdek, Alloh hargiz biror kimsani qayta tiriltirmas deb gumon qildilar. Jinlar qavmini borib da'vat qilyapti. Odamlarning kofirlari ham Alloh qayta tiriltirmaydi degandek, bu jinlar ham shunaqa deyishardi.
Va anna lamasna as-samaa fawajadnaha muliyat harasan shadidan wa shuhuba. Albatta bizlar jinlar yana jinlarga aytayapti. Albatta bizlar farishtalarning so'zlarini o'g'rincha eshitib olish uchun osmonga taqilgan edik. Uning kuchli qo'riqchi farishtalari va o'g'ri jinlarga otilguvchi uchar yulduzlar bilan to'la ekanligini ko'rdik. Albatta bizlar ilgari osmondan ayrim joylarga farishtalarning so'zlarini o'g'rincha eshitib olish uchun o'tirib olar edik. Endi hozir, ya'ni Muhammad alayhisalom payg'ambar qilib yuborilgandan keyin esa kim, ya'ni qaysi jin o'g'rincha farishtalarning so'zini eshitib olsa, uni kuzatib turgan bir uchar yulduzni ko'rar. Tevadan xabar tushlik to'xtagan. Agar birorta bir farishtani gapini jin eshitib qaytar ekan, albatta bitta yulduz borib turib kuydirib tashlaydi uni. Bu Qur'onda aytilgan oyatlar. Boshqa oyatda Alloh taolay aytadi: "Va laqad ja'alna fis-samaa'i burujan va zayyanaha lin-nazirin va hafiznaha min kulli shaytonir rajim illa man istaraqa as-sam' fa atba'ahu shihabun mubin." Hijr surasi 16-18-oyatlar. Ma'lumki biz osmonda burjlar yaratdik va kuzatuvchilar uchun uni yulduzlar bilan bezab qo'ydik. Va uni osmonni barcha mal'un shayton jinlardan muhofaza qildik. Magar u jinlardan birortasi osmondagi maloikalarning biror so'zini o'g'rincha eshitib olsa, bas uni ochiq uchar yulduz quvib yetar, ya'ni halok qiladi. Albatta bizlar yerdagi kishilarga Alloh tomonidan yomonlik iroda qilinganmi yoki Parvardigori ularga to'g'rilikni, yaxshilikni iroda qilganmi bilmasmiz. Jinlar g'aybni bilmaydi. Ish yo'llarini ochib bera olmaydi. Ertaga nima bo'lishini aytib bera olmaydi. Agar aytib bera olganida eng zo'r yashayotgan baxshilar bo'lardi. Agar u baxshi jinlar orqali ertaga nima bo'lishini bilganida, qarasangiz o'zi eng xoroshi baxshi bo'ladi. Sizning qo'lingizdagi 50 so'm, 60 so'mingizga qarab turadi agar Alloh saqlasin borsangiz. Shundan o'zi uni xorligi bilinmayaptimi? Sizning qo'lingizdagi pulga qarab turibdi u. Jinlar kelajakda aytib bera olmaydi. Muhimi jinlar iymon keltirdi. Albatta bizlarning oramizda musulmonlari ham bor, shuningdek oramizda yo'ldan ozganlari ham bor. Bas kimki musulmon bo'lsa, demak ana o'shalar to'g'ri yo'lni maqsad qilib olibdilar. Endi yo'ldan ozganlarga kelsak, bas ular jahannam uchun o'tin bo'lgan kimsalardir. Ular odamlar islomni, dinni qabul qilmayotgan paytda endi din, islom jinlar orasida yoyila boshladi. Jinlar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan Qur'onni eshitib iymon keltirganlaridan keyin o'zlarini qavmiga borib quyidagi so'zlarni aytishdi. Astagfirullah. Qalu ya qawmana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima bayna yadayhi va yahdi ila al-haq va ila siratin mustaqim. Jinlar borib aytishdi: "Ey qavmimiz, dar haqiqat bizlar Musodan keyin nozil qilingan, o'zidan oldingi ilohiy kitoblarni tasdiq qilguvchi bo'lgan haq dinga va to'g'ri yo'lga hidoyat qiladigan bir kitobni, Qur'onni eshitdik. Ey qavmimiz, Allohga da'vat qilguvchi Muhammad alayhisalomning da'vatini qabul qilinglar va unga iymon keltiringlar. Shunda Alloh sizlarning gunohlaringizni mag'firat qilur va sizlarga alamli azobdan panoh berur. Kim Allohga da'vat qilguvchi da'vatini qabul qilmasa, bas u yer yuzida biron joyga qochib qutulguvchi emasdir va uning uchun Allohdan o'zga uning azobidan qutqarguvchi do'stlar ham yo'qdir. Ana o'shalar ochiq zalolatdadirlar." Bu ish payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning ko'nglini ko'tarishi bo'ldi. 10 yil da'vat qilganda Habasistonga ketganlardan tashqari bor yo'g'i 70 ta odam iymonga keldi. 10 yil payg'ambarimiz kecha-yu kunduz tinimsiz mehnat, mashaqqat bilan da'vat qilsa, Toifdan toshbo'ron bo'lib, o'zini shaharga kirishlikka botin olmay, shunday bir qiyin ahvol turganida Alloh taolo yengilliklarni beryapti. Jinlar iymon keltirishni boshladi. Agar bir odam bir yangi bir ishni boshlasa, tijorat deylik. Ish boshida yurmaydi, yursa ham sekin yuradi, natijasi oz bo'ladi, yo natija bo'lmaydi, orqasiga ketadi. Agar davomiy shunday ketaversa, bora-bora hali odamda bu ishiga bo'lgan umidi so'nib qoladi. Shu ishni tashlavoradi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga Alloh taolo taskin beryaptiki, da'vatning ishi shunaqa bo'ladi. Da'vat albatta mashaqqatsiz bo'lmaydi. Albatta mana shunday bir to'g'anoqlar, mashaqqatlar, qiyinchiliklar bo'lishi kerak. Mana shu da'vatni to'g'ri ketayotganligiga bitta dalil.
Chunki hech qaysi payg'ambarni da'vatini xalqi shunday quchoq ochib kutib olgan emas. Bu avvalgi payg'ambarlardan qolgan sunnat edi. Muhammad alayhisolatu vassalam u kishiga hech qaysi bir payg'ambarga berilmagan sharaf berildi. U zot ikki saqalaynning rasuli, insonlar va jinlarga payg'ambar qilib yuborildi. Insoniyat tarixida bu oliy manzilat hali eshitilmagan, hali hech bir anbiyo va rasullarga berilmagan sharaf, martaba edi. Yer yuzida yashagan har bitta insu jin, u yahudiymi, nasroniymi, zardoshtiymi yoki buddistmi, Muhammad alayhisalom haqida eshitdimi, endi iymon keltirishligi shart vojib bo'ladi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam Imom Muslim o'zining sahihlarida keltirgan hadisda shunday dedilar: Muhammadning joni qo'lida bo'lgan zotga qasamki, bu ummat orasida, ya'ni insoniyat orasida men haqimda eshitgan har bir kishi, u yahudiymi, nasroniymi, menga berilgan narsaga iymon keltirmay vafot etsa, u albatta jahannam ahlidandir. Bu yahudiy bo'lsa ham, nasroniy bo'lsa ham, Allohni bitta deyotgan bo'lsa ham, ibodat qilayotgan bo'lsa ham, lekin la ilaha illalloh Muhammad rasululloh demabdimi? Shu holatda o'lib ketsa, u albatta jahannam ahlidandir. Makkaga haj qilgani kelgan kishilarni Quraysh payg'ambarimiz bilan uchrashtirmaslikka harakat qilishardi. Xususan agar ana shu kelgan kishi o'zini qavmini sayyidlaridan bo'lsa. Tufayl ibn Amr ad-Dawsi, Daws qabilasining sayyidlaridan. Tufayl ibn Amr haj qilgani kelar ekan, uni Quraysh sayyidlari kutib olishida chiroyli mehmon qilishdi, chiroyli bir uyga borib o'tkazib, ovqatlantirib aytishdiki: "Ey Tufayl, seni bir narsadan ogohlantirib qo'yishimiz kerak. Biz oramizda Muhammad ismli bir odam paydo bo'lib qolgan. Shuga bir qattiq sehr qiladi. Uni gapini bir marta eshitgan odam ota bolasidan, aka ukasidan, er xotinidan ajrab ketyapti. Agar sen uni gapini adashib eshitib qolsang ham sehrlanib qolasan" dedi. Tufayl aytadi roziyallohu anhu, meni qo'rqitishaverdi, shunday qo'rqqanimdan deydi, adashib bo'lsa ham eshitib qolmay so'zini deb quloqimga paxta tiqib oldim dedi. Ya'ni ko'ringki, islom dinini, haq so'zini eshittirmaslikka hozirgi kunda ham kofirlar ming xil bahonalarda tashviqotlarni yuritadi. Agar islomni o'ziga quloq qo'yib qo'yiladigan bo'lsa, odamlar bilan shunday bir bahsga qo'yib qo'ysa, islom haqligi, islomda terror yo'qligi, islom musulmon hech qachon birodar haqqini yemasligi, birodar joniga tajovuz qilmasligi ma'lum bo'ladi. Faqat islomda o'zini gapirtirganini qo'yib qo'yishlik kerak. Har xil bir laqablarni qo'ymasdan. Tufayl ibn Amr ham eshitib qolmasin, ta'sirlanib qolmasin deb turib quloqiga paxta tiqyapti. Bu har zamonda bo'lib kelgan bu narsa. Faqat zamonga qarab turib bu fitnalar, bu hilalar ko'rinish har xil bo'lgan. Musulmondan biladi bular bari islomga qilinayotgan tuhumatligini. Lekin dindan bexabar bo'lgan odamlar musulmonlarni ko'rganda bir boshqa ko'z bilan qarayotgan, hijob o'rab o'zini avratini yopganlarga nisbatan boshqacha qarash, sunnatga amal qilayotganlarga bir masxara qarash, bu bar tashviqotlarning natijasi. Insonda tabiati shunday bo'ladiki, agar uni hech kim hech tomonga og'dirmasdan, hayolini bo'lmasdan, har xil tashviqot o'tkazmay tashab qo'ysa, islomga o'z-o'zidan moyil bo'lar ekan. Chunki islom insonni tabiatini tag-tagida, tabiat bilan birga yaralgan narsa. Tek qo'yib qo'ysa inson o'zi iloji namoz o'qiydi. Chunki tabiat shu tomonga tortadi. Endi ertamandan kechgacha har xil shu dinidan aynitadigan narsalar ko'pligidan dinidan chalg'ib qoladi insonlar. Tufayl ibn Amr adashidan quloqimga kirib qolmasin deb quloqimga paxta tiqib oldim dedi. Ertasi kuni tavof qilyapsam, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam namozda turib Qur'on o'qirdilar. Bir marta aylandi, ikki marta aylandi, keyin o'ziga o'zi dedi: "Ey Tufayl, senga voy bo'lsin. Axir sen aqlli odam bo'lsang, shoir bo'lsang, farosatli odam bo'lsang, o'zingni qavmingni sayyidi bo'lsang, bitta odamning gapini eshitib qo'ygani shunchalik qo'rqasanmi?" Dedimda, paxtani chiqarib tashab turib, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam oldiga borib turib, "Ey Muhammad" dedi, sollallohu alayhi vasallam, "menga gapir" dedi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam unga Qur'on o'qib berdilar. Qur'onning oyatlarini eshitib, bu ilohiy so'zdan, ilohiy vahiydan ta'sirlanib turib, shahodat kalimasini aytdi. Bu juda katta yutuq edi, chunki mana shunday Quraysh iymon keltirmay turgan paytda payg'ambarimiz mana shunday tang turgan holatida Daws qabilasining sayyidi iymon kelishligi bu katta bir nusrat edi, katta g'alaba edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan Tufayl ibn Amr o'zini yurtiga qaytib borib, qavmini da'vat qilishlikka ruxsat so'radi. Payg'ambarimiz javob berdilar.
Shunda Tufayl aytdiki, "Ya Rasululloh, men qavmimga borib da'vat qilsam, mendan bir belgi alomat so'rashadi. Duo qiling, Alloh menga bir belgi alomat bersin" dedi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Parvardigoro Tufaylga o'zining bir belgi alomat bergin deb duo qildilar. Yo'lda ketayotib, o'zini qavmiga yetay deganida peshonasidan ikkita ko'zining o'rtasidan bir nur chiqib qoldi. Bu karomat edi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning duosining sharofati edi. Tufayl qo'rqib ketdi. Parvardigor dedi, "Bu yerdan emas" dedi. "Peshonamdan emas. Agar bunday nur bilan borsam, qavmimdagilar Tufayl ota-bobolarimning dinidan qaytibdi, shuning uchun olihalar, xudolarimiz uni balolabdi deyishmasin. Bu yerdan emas" dedi. Alloh taolo qo'lidagi qamchisini uchiga tushirib qo'ydi nurni. Bordi, qavmini da'vat qildi. Oilasidagilar iymon keltirdi. Lekin ko'pchilik islomni qabul qilmadi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam oldiga Abu Hurayra roziyallohu anhu bilan qaytib keldi. Abu Hurayra roziyallohu anhu Davs qabilasidan. Mana shunday ulug' sahoba, juda ko'p hadislarni rivoyat qilgan sahoba Tufayl ibn Amrning da'vati sababidan iymonga kelgan edi. Bu ikkisi qaytib kelishdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga qavmini iymon keltirmayotganligi, o'jarlik qilayotganligidan shikoyat qilganida Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam tahorat olib, qo'llarini ko'kka ko'tarib duo qilib oldilar. Shunda Tufayl qo'rqib ketdi. "Ey qavmim, tugadi qavmim" deyordi. Shunda Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam "Allohumma ihdi Davsan, Allohumma ihdi Davsan, Parvardigoro Davsni hidoyat qilgin, Davsni hidoyat qilgin" deb duo qildilar. Abu Hurayra qoldi.